Mahmudjon, komfort paket bormi? Chegirmali joy bo'lsa ayting deganlarga 27-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishida bir juma Madina Munavvara, bir juma Makka Mukarramada bo'lasizlar. Sharoitini aytmaysizlarmi akalar? 100 metr Madina Munavvarada, 1,5 kilometr Makka Mukarramada, Madinada 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal. O'zbek milliy taomlari, yuqori yillik tajribaga ega malakali 50 boshlar, aeroportdan birga olib borib, aeroportdan birga olib kelib qo'yadigan 50 boshlar. Madinada 5 dan ortiq ziyoratlar, muborak Madina Munavvarada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ravza-i shariflariga ikki marotaba tashrif buyurasizlar. Ravzaga kirish 2 marotaba qilingan. Xudo xolasa Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati, Rojihiy masjidida kechki ziyofat, bir martaga to'lov qilib, ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati ham albatta siz aziz yurtdoshlarimizga taqdim etiladi. Bu komfort paketimiz hisoblanadi. Sharoitlari juda ham go'zal, juda ham chiroyli sharoit tashkillashtirilgan. Endi eng qizig'ini aytaman, aynan mana shunaqangi ota-onalaringiz uchun juda ham chiroyli sharoitli paketni $1050 qilib gaplashib qo'ydim. $1100 odamlar qabul qilinyapti. $50 chegirma qilib qo'ydim. Aziz farg'onaliklar, Xudo xolasa ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Albatta ofisimizga tashrif buyurib, bizda barchasi qonuniy, hisobchilarga naqd ko'rinishda yoki da bank orqali Centrum Holidays hisob raqamlariga to'lovlarni amalga oshirib bersalaring bo'ladi. Vodiy ahli bunaqangi sharoitni, bunaqangi narxga aniq topolmaysizlar. Ota-onalaring jo'natyapsizlar, 5-10 so'mga qaramay chiroyli narxda jo'natinglar. Endi bizdan Toshkentdan reys so'raganlar bor edi. Xudo xolasa Toshkentdan fevral oyiga, Ramazon oyiga ulgib qolamiz deganlarga 3-fevral Toshkent Jidda, 5-fevral Toshkent Jidda, 7-fevral Toshkent Jidda, 10-fevral Toshkent Jidda, 12-fevral, 14-fevral, 17-fevral, 19-fevral Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $975, 21-fevral, 24-fevral, 26-fevral, 28-fevraldagi reyslarimiz narxi $995. Bu standart paketimiz sharoitlari bo'ladi. Endi vodiydan reyslar so'raganlarga Ramazon oyiga fevral oyi 3-10 $1045, 17-24 $1095 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz. Ramazon oyi 3-10 kunligi asosiy Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qiyman deganlarga 3-10 mart $1299. Standart sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsa, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 boshlarimiz Xudo xolasa mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Ramazon oyiga kelib ziyoratlar to'xtatiladi, sayohatlar to'xtatiladi, faqat ibodatga boriladi. Xudo xolasa taomdan 50 boshidan hamda Ramazon oyida ovqatlar 2 mahalga o'tadi. Shu narsalarni inobatga olib qo'yasizlar. Sharoitlarimiz go'zal. Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays sumkalari, Centrum Holidays nimchalari taqdim etiladi. Endi eng qiziqarlisi, Xudo xolasa bizda doktor xizmatlaridan muammo yo'q. Inshaalloh doktorlarimiz ota-onangiz sog'lig'idan paydan bo'lishadi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, bizdan o'z joylarini bron qilinglar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga juda ham chiroyli sharoitlar, juda ham chiroyli narxlar. Omon bo'linglar.